Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq tadbirkorlar diqqatiga. Muborak tumanining Cho'lqutida joylashgan 6 gektarlik baliq ko'l sotiladi. 6 gektarlik baliq ko'l sotiladi. Mana bu birinchi ko'limiz, suv solinmagan. Birinchi ko'limiz. Mana bu ikkinchi ko'limiz. Bu ikkinchi ko'limiz, mana bu suv solinmagan 4 ta ko'ldan iborat. Bunda 3 ta minglik turba olib kelib qo'yganmiz, uni zakazga tashlash kerak. Zakazga tashlasa samoxod suv chiqadi, o'z-o'zidan suv chiqadi. Mana bu yashash uchun sharoit qilingan vagoncha. Elektr tarmog'i kelmagan, elektr tarmog'i oldin kelgan, hozir olib ketilgan. Buni hozir zamonamiz rivojlangan, quyosh batareykalar olib kelib, glubina nasos o'rnatsa ham bo'ladi. Glubina nasosdan 13 metrdan suv chiqadi, 13 metrdan. Bu uchinchi ko'limiz. Yana shunaqa xususiyatga egaki, bu yerda ko'lni bir suvga to'ldirsangiz, suv turaveradi. Mana zakazga kamida bir oylar suv bo'lmay qoladi, bu yoqqa suv bo'ladi. Suv to'xtaydi. Lekin o'sha glubinka nasos degani yer osti suvidan ursa, shunga suv tashlab turadi. Suv ana-muna ketmaydi. Faqat mana bu tabiiy kelgan suvdan to'ldirib olinsa, bemalol baliq boqib, tadbirkorlar shug'ullansa bo'ladi. Tadbirkorlik qilaman degan insonlarni diqqatiga havola etaman. Bemalol foyda olsa bo'ladi. Mana bu qolgan suvlar, hali suvga to'ldirgan, suvga bir to'ldirib olsa, yer juda qattiq mustahkam, tagi annaminaga suv ketmaydi. Mana bu aralig'dan, yo'q kerak. Mana bu aralig'dan suv 4-ko'lga o'tadi. Mana bu ko'l 4-ko'limiz. Juda katta hajmga ega bu. Biroq suv ketmaydi. Eng asosiysi, hurmatli tadbirkorlar, yana bir plyus tomoni borki, bu oldin daryoning o'zani bo'lgan, tagida o'sha xo'jalikka ishlatiladigan qum karer mavjud. 6 gektar joyning hamma shu 4 gektar, 3 gektarlarning taglari qumlikdan iborat. Qumliklarni olib, xo'jalik ishlariga foydalanish mumkin. Hozir aytganimdek, qum ishqog'ozlarni diqqatiga mana. Toza daryo qumidek qum. Hujjatini qilib, ekologiyadan hujjatlarini qilib, bemalol o'sha kelajakka qum sotsam bo'ladi. Bizga o'sha sovuq qum mana qumlar. Mana. Bular emas qum. Bunga e'tibor bermayman. Qum bular emas. Keldik. Mana bu tomonda polna tuproq qatlamidagi qum joylashgan. Mana bu ko'lga o'tib ketadigan samoxod, o'z-o'zidan keladigan suvning arig'i kovlangan. Bunga truba tayyorlab, hozir ko'rsataman. Zakazdan bemalol suv chiqarsa bo'ladi. Suvlina mana bu. Ana shu yerda suvlina kelgan. Mana toza qumlar yana. Hammasi qum. Ham baliqchilik, ham karir qilib, ko'lni kovlab chiqqan mahsulotni bemalol aholidan o'sha ehtiyojmand insonlarga qumni sotib, sotgan tayyor olishlari mumkin. Mana bu ham qum. Aferin turib. Mana bular ham qum. Mana bular ham qum. Bironta to'proq joyi yo'q. Hammasi qum. Qumliklardan iborat. Qum ham katta toshlari bor ichida. Mana bu
to'g'ridan to'g'ri zakashdan keladigan suv. Suvdan umuman qiyinchilik bo'lmaydi, muammo ham bo'lmaydi. Hozirgina mana zakashdan suv keladi. Zakashning ichida mana suv bor. Bemalol mana yovvoyi baliqlar yashab yuribdi. Bemalol bu yerda tadbirkorlik qilib suvni chiqarsa bo'ladi. Tadbirkorlar diqqatiga bu. Kimki tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desa, mana buni ham ichi ham qumga to'layman. Tozalashtirib qumini olsa ham bo'ladi. Mana hayot avjida baliqlar, baliqchalar suzib yuribdi. Like bosib tarqatamiz ko'proq. Like bosamiz, like bosib tarqatamiz. Bu zakashga faqat bir oy suv bo'lmay qoladi. Bir oy suv bo'lmasa mana shu tagiga suv turadi. Bir oy gulbinka bilan tashlab, bemalol o'sha quyosh batareykalar qo'yib 13 metrdan 15 metrgacha suv, o'sha baliqqa mos suv, yer osti suvi chiqadi. Tadbirkorlar shoshilamiz va ekran ostidagi nomerga, telefon nomeriga murojaat qilamiz.